Assalomu alaykum. Bugun biz Cleaner dasturini tanishib va ishlatishni o'rganib olamiz. Buning uchun men yozgan saytga kirib, mana unga Start Download degan tugmaga bosib yuklashni boshlaymiz. Yuklagan bo'ldi, endi o'rnatamiz. Select your language bu degan dasturning tilini tanlash, rus tilini tanlaymiz. O'zbek tili hali beri chiqmagan va Next degan tugmaga bosamiz. Yana bir marta keyingi degan tugmaga bosib va ba'da biz kerak галочкаларni yechib qo'yamiz. Birinchidan avtomatik проверять обновление Cleaner bu degan avtomatik tizimida dasturni yangilab turish. Bu bizga kerak bo'lmaydi. Галочкani yechib qo'yamiz. Ikkinchidan создать ярлык на рабочем столе bu degan dasturning belgisini ish stoliga o'rnatish. Bu ham bizga kerak bo'lmaydi. Создать ярлыки меню пуск bu degan puskni menyusiga dasturning belgisini qo'yish, bu ham bizga kerak bo'lmaydi. Lekin biz qayerdan kiramiz dasturimizga? Biz korзина orqali dasturimizga kiramiz. Endi установить o'rnatish degan tugmani bosamiz va o'rnatib olamiz. Oversi degandan галочкani yechib qo'yib, готово, tayyor degan tugmani bosamiz. Bu Cleaner shuna programmaki, misol kompyuterning qattiq yo pamyati to'lib qoladigan bo'lsa, u tozalab turadi va xatolarni to'g'rilab turadi. Kompyuter yaxshi, tezda ishlaydigan bo'ladi. Haftada bir marta analiz degan tugmani bosib tozalab turasizlar va analiz qilishdan oldin brauzerlaringdan chiqib turasizlar. Очистка degan tugmaga bosamiz, tozalash degani, va OK degan tugmani bosamiz. Tozalanib oldi. Endi ikkinchisi restore bu degani, ba'da biz kompyuterning ichidagi xatolarni to'g'rilaydi. Poisk problem xatolarini izlash degan tugmaga bosamiz va juda kutamiz. Manda bitta xato chiqdi. Endi to'g'rilash degan tugmaga bosamiz va ba'da сохранить резервный копию сделанных изменений bu degani to'g'rilagan xatoni kopiyasini qoldirish. Ba'da biz net yo'q degan tugmani bosamiz va xatoni to'g'rilash degan tugmani bosamiz. Yopamiz. Bo'ldi, shuna qilib ishlatishdan o'rganib oldik va o'rnatishdan o'rganib oldik va buni mavzusini ham tushunib oldik. Xayr.